Taniqli aktyorlar yolg'on ko'rsatma berganlikda ayblanmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Turkiyalik taniqli aktyorlar Halit Ergench va Rizo Ko'jao'g'li, shuningdek ularning menejeri Ayshe Barim Istanbuldagi Gezi parkida bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari bilan bog'liq voqealarni tergov qilish doirasida yolg'on ko'rsatma berganlikda aybli deb topildi, deb xabar berdi Ahu Az Haber Global'ga tayanib. Sud qaroriga ko'ra Ergench 1 yil 10 oy va 15 kun, Ko'jao'g'li esa 1 yil 8 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Biroq hukm ijrosi kechiktirildi. Bu ayblanuvchilarga nisbatan ma'lum shartlarda qarorni o'zgartirish imkoniyatini anglatadi. Ta'kidlash joizki, Halit Ergench Ming bir kecha, Muhtasham 100 yil, Sen mening vatanimsan, Qizil Istanbul, Bobil va boshqa loyihalarda asosiy rollarni ijro etgan. 2015-yilda u Ozarbayjonda suratga olingan Ali va Nido romanining ekranlashtirilganda ishtirok etgan. Rizo Ko'jao'g'li Chuqur, Kuzey, Guney va Yorqin olov seriallarida rollar bilan tanilgan. Shuningdek, u 10 kun yaxshi inson, 10 kun yomon inson va Qopqon filmlarida suratga tushgan, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.